Icroyla qilib rasmga keldikrov. Pomidorimizni holatlarini bitta ko'rsatib o'ting. Bozorga chiqayotgan holatlari. Kiprigiga e'tibor bering. Bu mana ichiga solinayotgan narsalar. Buni qo'pol qilayotganda o'qlaydigan narsasi yo'q. Hammasi kiprik bilan, rangi bir xil, yara yo'q. Ahamiyat bering. Bir tekisda pomidor. Va xolisi bu sortimizni respublikaning barcha dehqonlarga tavsiya qilib qolamiz. Holatlarni ko'rsatib o'tdim. Bormaylar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana 2025-yil chisloyimiz 22-iyul kuni Namangan viloyati Qo'rg'on tumani Islovat qishlog'idamiz. Yangi Qo'rg'on tumani Islovat qishlog'ida ekanmiz. Bu yerda bizani genetik sidis firmani Babikan degan pomidorimiz ekilgan. Pomidorimizni shu kungacha ikkita terima qilinibdi. Mana hamma bizani nima deydi, o'zimizni ichimizda mutaxassislar bilan birga turibmiz. Shunaqa hozir qarorga keldikki hammamiz Babikan 2025-yil menimcha yil pomidori bo'lsa kerak. Shunaqa darajada hurmatli kuzatuvchilarimiz o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Fayzulloh bitta ko'rsatib chiqing. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. 2025-yilda nega bu sortimizni chempion deyapmiz? Hammasi ochiq, oydin. Har bitta kistini ochib ko'rsatamiz. Mana pomidorni qarang. Ko'tarib bo'lmayapti. Teg bo'lmayapti. Tegi ham bo'lmayapti. Pomidor rang kelishi. Mana ham ochuv joyini. Hidi. Bu tomondan o'tib oling. Ko'rsatishgan. Mana pomidorimiz. Razmerlariga ahamiyat bering. Pishganlarini ham kiprigi juda chiroyli, rang kelishi ham juda tiniq. Holat oddiy holati. Boshqa joylarni ham ko'rsataman, ochiqroq joy bor ekan. Ahamiyat beramiz, bitta kista 5 tagacha, 4 ta, 5 ta hosil ushlayapti. O'sha grammlari bizani katalogda ko'rsatilgandaqa bir tekislikda 280 dan 320 grammgacha. Ahamiyat bering, har bitta keyingi hosil ham shu etapda pishyapti mana. 3 talik urib bergan, unda ham grammlar bir xil. Bu tomonlarni ham ochib ko'rsatamiz. Har bitta kist mana. Bitta shox. Keyingi shoxlarni qarang. Ko'p ocha olmayapmiz, sababi ana bitta pishganini uzib ko'rsataylik. Pomidorimiz avalniy ko'pchilik dehqonlarning beradigan savoli kiprigi qanaqa bo'ladi? Kiprigi 6 qirrali pomidori tekisligi. Rang kelishi, vidi, mazasi, qattiqligi zo'r. Xudo xolasa bu navimizni yil chempioni deb atashimizga sabab ham shu narsa. Mana xohlagan joyingizni ochib beramiz. Keling mana ko'rsating. Umuman menimcha bitta tupi o'zida o'zi hosil boshqacha. Yana ikki marta terim bo'lgan Fayzulloh. Ikkinchi terimdan keyingi holat bular. Bu 3-terimda turibmiz hozir. Ana o'sha 3-terimga ham ayollar tushgan. Xudo xolasa ularni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Hurmatli dehqonlar, yana bitta narsaga qattiq ahamiyatli bo'linglar. Mana shu narsani juda qattiq to'xtalib o'tamiz deb reja qiluvdim. Biza bu pomidorlar seleksiyasini olib kelayotganimizda bizga bir narsani aytdilar. %85-90% pomidor bir tekisda bir xil standartda bo'lishi qiyin. Biza shunaqa nav yaratdiki, standart misol 250-260 grammdan boshlanib 280 gacha 85-90% meva bo'ladi dedi. Bizga seleksioner o'zi. Lekin biz o'sha gapini dalilini ko'ryapmiz hozir o'z ko'zimiz bilan. Bu yerda har bittasi dalili bilan kelyapti. Mana qaranglar, har bitta hosil o'sha aytilayotgan grammdek. Tarozini berib turinglar, tarozida bitta 2-3 tasini bir ko'rib mana reja qilamiz, anaqasini ko'rsatib beramiz hozir. Mana bismillah. Abdulahad. Mana
Siz anaqasi to'g'risiga yaxshi tushunayotdingiz. gram. 275 gram. 275 gram. Keyingisini oling. Ikkinchisini ham olib qo'yib ko'raylik. 280 gram. 262 gram. Etilgandek mana o'z va'dasiga vafo qilib, mana bir xil standart, bir xil chiroyda kelyapti. Mana eng kattasi, eng maksimal katta bo'lgani bor ekan. Uni ham oldik. 490 gramgacha bo'lyapti. Yana shu 490 gramlik pomidor Yusupskiy bo'lib yotibdi. Mana qattiqligi pomidorni. Mana ezib bo'lmayapti pomidorni. Bunda ushab ko'ring. Abdulahad ezib ko'ring. Pomidor eziladigan darajada emas. Qattiq, prochniy. Yana ahamiyat bering. Keyingi yetilayotgan o'sha rang oqarayotgan holatida razmer standartlashyapti. Standartlashyapti. Maydadan yiriga aylanib standartlashyapti. Bir xil standartda, meva bir xil standartda kelyapti. Keyingi masalamiz mana bargni o'zini ko'rsanglar, o'zimizni eskani Stalingrad derdi, yirik barg, mana bargi yirik, juda ham yirik va mana stvolni o'ziga ahamiyat beramiz. Stvol. Pomidor stvoli juda ham qalin. Chunki endi ko'ryapsizlar, bu yerda maksimal darajada menimcha Abdulahad bu yerda bir 10-12 kilo hosil bo'lsa kerak, Fayzulloh. Menimcha bir o'zidan tupida. boshqaroq. Hozir taxminiy bir tupini ham uzib ko'rib, bitta reja qilamiz, bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Hurmatli operatorimiz, bu yoqqa qarab birgalashib yuring. Mana shu bir tekisda mana qator olib keting. Pomidorni prosta ko'rsatib keting. Keyin bundan keyin bitta palayni uzib ko'ramiz. Bitta palayda qanaqa holat bo'lishini o'zimiz ko'ramiz. Mana bu pomidorlar to'kib tashagan mana. Mana to'kib tashagan pomidor hosil. Mashalloh, bu juda go'zallik. Mana hamma taraflarni ham ko'ring mana. Qanaqa darajada hosil. Mana eplab bo'lmaydigan darajada hosil. Bu tegini ochmayapmiz, faqat ustidan ko'rinib turganini o'zi hozir. Mana terimchilar o'tib ketishgan, bitta terimdan keyin ko'rinayotgan pomidorning holati. Mana. Voy mashalloh, mana. Operatorimiz keling, bu taraflarga ham ko'rsating. Bu pomidorni dehqonimizga kim bergan endi? Abdulahad o'zingizmi? Voy mashalloh. Lekin dehqonning o'zlari ham juda bir mehnatni ham zo'r qilgan ekanlar. Dehqon akamizga kattakon rahmat. Bizani pomidorimizni o'z seleksiyasini bemalol ko'rsatadigan darajaga olib chiqarganlari uchun bu nima deydi? Juda ham katta rahmat aytamiz. Juda ham sifatda bo'pti bu mana voy mashalloh, mana qarang. Hammasi bir xil. Bir tekisda kelyapti yana. Yana yarim ko'chatimiz bu. Yarim bo'lmadi. Mana tamam qoldi. Endi mana holati, videoni uzmagan holatda bitta tupidan uzib ko'rsak hamma hosilni. Ha. Gektar hisobiga ham Fayzulloh qanaqa natija bersa, qanaqa natijani olishimiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ta srednyem 25 ta hisoblaganimizda 200 gramdan bo'lganda 5 kilo bir tupida. Bir tupida 5 kilo 200 gramdan hisoblaganimizda. Yana hozir dehqon akamiz aytibdilarki, bu yerda pomidordan hozir 1 gektar joyga ekilgan bo'lsa 13 tonna pomidor terilib bo'lgan. Bu terilib bo'lgan ko'chatdan qolgan ko'ki. Bundan keyingi pishib kelayotgan holat bu. Va yana hali ko'chatimizni o'zini qaraydigan bo'lsak, ko'chatimizni boshlarida mana yana gullab kelyapti. To kech kuzgacha bu hali to'xtamaydi. Hosillar standart darajada beradi. Yana bitta narsasi, Fayzulloh qiziq bo'lgan narsasini ko'rayotgan bo'lsanglar, Abdulahad, pomidor agar buni kech kuzgiga olib borsa, bu ocharcha ham rangi oq bo'lib kelishi zo'r kelyapti. Bu ertaga tuzlamaga shunaqa go'zal bo'lib chiqadi. Endi bitta narsa, pomidorchilarda qanaqa narsa, ko'pchilik savdogarlarni bezor bo'ladi. Abduhamid, qoshlarini qaranglar, qoshlarini, Sardor. Qoshlarini ko'ryapsizlarmi? Bezor bo'ladigan narsasi shu tegiga o'xlashadi. Bu pomidorimizda uje bu birinchi dalamiz emas, uje
4ta 5ta dalaga borib ko'rdik. Bu yerda o'qlaydigan narsani o'zi yo'q. Ichiga nima Hamma soldi? narsa уже Realniy bo'lyapti. shaffof bo'ladigan holatlar. Xudo xolasa, men 30 dan oshiq dala ko'rdik 2025 hisobida. Menimcha o'sha yangi O'zbekistonda bo'layotgan gibridlar ichida ochiq dala bo'yicha yangi chempionimiz. Yangi chempion. Yana 250 grammdan 300 grammgacha bo'lgan уровень ichida chempion bu. Mana shuni ham inobatda tutinglar. Qattiqlik jihatdan ham, shirinlik jihatdan ham, mana qosh sifatdan ham, chiroy jihatdan ham, standartlik jihatdan ham mutlaq chempion. Mana Dehqon akamizdan bitta qisqacha so'raymiz, Dehqon aka. Bitta savol bersam. Bu pomidor kasallandimi, kasallanmadimi? Kasallik tushgani yo'q. Endi bu narsani ham aytib o'tamiz. Bu pomidorga kasallik tushmaganining sababi bu pomidorimiz ham 11 xil kasalga emlangan, 11 xil kasalga emlangan. Buni hamma bizani mutaxassislarimiz bilishardi, boshida aytganman. Buni eng qiyin zonalarga ham beringlar, eng qiyin zonada ham ko'raylik buni holatini. Deganmiz, inshaalloh qiyin zonalarimizda ham mana siz bilan ko'rdik. Fayzullo juda o'zini zo'r ko'rsatgan. Juda sifatini zo'r ko'rsatgan. Dehqon aka, pomidordan xursandmisiz? Dilingiz ayradimi? Mana teruvchilar bilan ham maslahatlashdi, teruvchilar ham juda xursand. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Genetik Seeds sizlar bilan birga inshaalloh yengilliklarni qilishda, sifatli urug'lar yetkazib berishda bizlar harakatdamiz. Mana bizani Namangandagi distribyutorlarimiz inshaalloh o'zligi bu bizani mahsulotlarni yuzaga chiqarishyapti. Ularga ham katta rahmat. Dehqon aka, sizga ham katta rahmat. Buni shunaqa darajada yetishtirib berganingizga, dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin, Alloh xayrli qilsin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bizlar bilan birga bo'linglar. Rahmat. Uzuvchilarga bitta qo'shib yuboring.